Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Koreyaning mashina auksionlaridan biriga keldik. Keykar deb nomlanadi. Osan degan shaharda joylashgan. Bu yerda avtolarni o'sha bozor narxidan avto narxiga qiyoslab 5-10% arzonroq olsa bo'ladi. 5-10%. Balkim ko'proq ham bo'lishi mumkin, lekin odatda 5-10%. Do'stlar, bu yerda o'sha katta traklardan tortib Iltoncha, ya'ni Kia Bongo va shunga o'xshagan mingdan ortiq mashinalar turi bor. Lekin har doim ham bu yerdagi mashinalarni ideal holatda bo'lmaydi. Chunki mashinaning egalari mashinasini qimmatroq sotish maqsadida mana shu auksionga o'z mashinasini qo'yadi. Ko'p hollarda qaratilmagan, ozgina qirilgan, kraskasi kerak yoki motor ichida ozgina muammosi bor mashinalar bo'lishi mumkin-da. Sotishga tayyor haydab minib ketadigan mashinalar ham bor. Lekin qirilgan, ozgina ishi bor mashinalar ham yetarlicha. Do'stlar, mana anaqasiga keldik. O'sha mashinalar saqlanadigan joyga keldik. Ko'p mashinalar hammasi chang bosyapti, qaralmaydi-da. Mana bunaqa mark bo'lgan joylari, chizilgan joylari, значит, qirilgan joyi bor. Mana bu yerda ham qirilgan joyi bor. Shunaqa muammosi bor joylarni chizib qo'yishgan. Buni endi olib sotarlar, odatdagi ishlov berib, artib, tozalab, qayta Enkar degan saytga yuklashadi. Mana muammosi bor mashinalar anaqa chizilgan. Короче, belgi qo'yilganda anaqa mashinalar sotiladi. Mana bu dabdala. Ina markalarda ham muammo ko'p. Qirilgan, chizilgan joylari bor. Hattoki bunaqa sport karlar ham sotuvda. Chang bosyapti. Yana bitta masala, Koreyaning avtolari hammasi eshigi ochiq bo'ladi. Bemalol ichiga ochib ko'rib tekshirib olsa bo'ladi, lekin chet el mashinalari, ya'ni bunaqa mashinalar ularni ko'rish uchun kalitini olish kerak. O'sha ofisga borib, ID yoki kartalarni berib kalit olish kerak. Ko'rganingizda yopiq. Do'stlar, aytganimdek mashina ko'p. Bu avtolar hammasi auksiondagi mashinalar. Bozor narxidan 10%, 15% gohida, hatto 10 yoki 5% arzon sotib olsa bo'ladi. Mashinalar ko'bini o'sha kuzov tomonda ishi bor. Qirilgan, chizilgan joylari, salon kir bo'ladi. Yaxshi qaralmagan bo'ladi, chang. Lekin aytaylik 40 million tursa bu mashina bozor narxidan 10% arzonga olish imkoni bo'lsa 36 millionga sizga tushishi mumkin. Ya'ni 2,5 ming, 3 ming dollar foydasiga qolishingiz mumkin. Do'stlar, mashina ko'p. Koreya brendiga mansub avtolar hammasi eshigi ochiq. Mana kirib, qarab tekshira olishingiz mumkin. Lekin ichi ko'p hollarda yaxshi qaralmagan, kir-chir bo'ladi.